Telba. Muallif Shamsinur. Bismillah. Bugun umuman avvalgilardan farq qiladigan asarni yozishni dilimga to'kdim. Bu hayotiy hikoyadan kimdir o'ziga nimadir olar, kimdir esa hayotiga nazar tashlar. Ammo eng oliy maqsadim Allohning har bir ishida mo'jiza borligini eslatib qo'yishdir. Alloh bejizga insonlarni bir-biriga yo'liqtirmaydi. Kimdir hayotingizga dars bo'lib kirsa, kimdir sinov, kimdir baxtdir. Har olayotgan lahzamizni qadrlaylik. Umrimizni ortiqcha narsalarga sarflab zoya qilmaylik. Men bu inson haqida yozishdan avval uni bir necha yil oldin koronavirus pandemiyasi vaqtida shifoxonada uchratdim. Ammo oradan 10 yillar o'tgan bo'lsa ham u ayol meni tanidi. Men taajjubda edim. Bu o'sha vaqtda u haqida hikoya yozishimga bir turtki bo'lgan bo'lsa, yaqinda yana uchratib qolganim qo'limga qalam olishga undadi. Barchamizga xayrli bo'lsin. Demak, boshladim. Shom qorong'usida sochlari yelkasiga yoyilgan. Yelkasidan tekis qilib kesilgan, qoshlari zamonaviy uslubda teralab, laminatsiya qilingan. Yuzi tiniq, gard yo'q. Labini cho'chchaytirib gapirishi e'tiborni tortguvchi qiz. Alp kelbat yigitni qo'lidan tutgancha ketib borardi. To'yimizni yangi ochilgan to'yxonada qilamizmi? Hali shoshmay tur, yosh bo'lsak, ulguramiz. Menga uylanasizmi o'zi? Bu nima deganing? Sen bilan shunchaki vaqt o'tkazishga yuribmanmi? Yigitni jahli chiqdi. Hayotim, darrov jahlingiz chiqmasin. Bilasiz-ku, sizsiz tura olmayman. Asila, oxirgi vaqt juda oshirib yuboryapsan. Bu haqida gaplashmaymiz. Yuring, undan ko'ra qo'l olib bering. Juda chanqab ketdim. Zarif qizni yelkasidan qo'lini o'tkazib o'ziga tortdi. Bugun kvartira ham band. Birga o'tirardik vaqt o'tkazib. Asila yigitdan keskin o'zini tortdi. Tushunmadim. Nega band? Haligi Elbek so'raganda yo'q deya olmadim. Boplabsiz, mana o'zimiz zor bo'lib turibmiz. Qiz arazlagan namo yigitdan uzoqlashdi. Kalta shortisidan sonlari hirsni qo'zg'atgudek bilinib turardi. Asi, namuncha arazlaysan, ertaga boramiz. Bemalol o'tirardik-da, mana bunaqa pana paskamda yurmay. Ko'chada yurganda dadam ko'rmasinlar deya qancha xavotir olaman, bilmaysiz-da. Dadangga kim ham aytardi? Hamma biladi-ku bizni munosabatimizni. Kecha oyingiz telefon qiluvdilar. Oldilariga borishim kerak. Nima derkanlar? Zarif qiziqsinib so'radi. Qaydam? Meni yaxshi ko'radilar, bilasiz-ku. Xuddi o'zlaridasan. Soch turmagi ham bir xil. Qaynona kelin tuprog'i bir joydan olinadi. Ammo siz dadamga o'xshamaysiz. Albatta-da, axir dadang malladan kelgan. Men esa ko'rib turganingdek. Zarif o'zini bahosini yaxshi bilardi. Chunki ko'rkam bu yigitni oshiqlari juda ko'p edi. Asila esa yigitning o'zini tanlovi bo'lib, ko'p qizlarni g'azabiga uchragandi. Agar biror qizga qosh qoqqaningizni ko'rsam, mana shu qop-qora qoshlaringiz bilan uzun kipriklaringizni yulib olaman. Mana bu ozroq soqolingizni ham bitta qoldirmayman. Men bilan o'ynashmang. Obbo, yilib qolarmidim? Zarif. Xo'p, sen nima desang shu? Tovuq miya, yana xayol surib o'tiribsanmi? Bor molga qara. Marab yotibdi. Sen tentakka aytmasa o'zingdan bilib qaramaysan. Mohizar ukasini turtkisidan o'rnidan turdi.
Bor imillama. O'zidan 5 yosh kichik ukasi unga shunday muomala qiladi. Qolganlarni aytmasa ham bo'ladi. Oilada katta farzand bo'lsa ham uning umuman o'rni yo'q. Hamma uchun u telba, jinni. Onasi Nazira opa 2 yoshligida qizini boshi bilan qattiq yiqitgan. Shundan beri qiz boshqalarga o'xshamaydi. Qishloq tilida esa u devona. Mohizar devona, mohizar jinni. Tentak uning o'ziga va ortidan aytiladigan laqablari edi bu. Mohizar shu holatida ham sochlari uzun bo'lib arang eplab yurardi. Uni ovqat qilishga qo'yishmas, chunki befarosat deya u pishirgan ovqatni xushlashmasdi. Ammo u oilada tekin xizmatkor degan mavqeni o'ziga singdirib olgandi. Mohizar 22 yoshda bo'lsa ham uni fikrlashi hech ham 22 ni yaqiniga yo'lamasdi. Nazira qaytanga doktorni gapiga kirib bolalar uyiga topshirib yuborganimiz tinchmidi buni? Sobit aka qizini ish qilayotganini ko'rib jirkandi. Mana binoyidek yuribdi-ku. Odamlardan uyalaman. Jinni qizi bor deyshadi. Mana shuni kasofatiga Zarifa ham qaytib keldi. Hali uni ortida Gulamdon ham bor. Zarifaginam kuydida har gapni birda jinni opang bor deb yuziga solar ekan. Sobit aka sigaretani tutatib cheka boshladi. Atrofni sigareta hidi qopladi. Esi joyida bo'lsa ekan, erga berib qutulsak. Buni erga berib ham foyda topmaydi odam. Ishlarni qilib yuraversin. Nazira opa qiziga jirkanibroq qarab qo'ydi. Mohizar qo'g'irchog'ini sochini tarab o'tirardi. Zarif xonasida taltayib o'tirib olgan. Oilaviy suhbat qurishardi. O'g'lim, Asilani uyiga boraversak ham bo'lar. Men ham kelinni qo'lidan choy ichay. Xonaga o'zini yarashikli kiyimda Zarifning singlisi Zarina kirib keldi. Qo'lida chizmalar. Chizmadan bosh ko'tarmay liboslar ustida ishlayapti. Oyi, siz xato o'ylayapsiz. Asilaja sizga choy quyib beradigan kelinmas. Qizini so'zlari Tamara opaga yoqmadi. Binoyidek qiz, senga nimasi yoqmayapti? Oyi, unda istara yo'q, sovuq. Zarina o'z fikrida qat'iy turib oldi. Zarina, unga men uylanaman chog'i. Senga nima og'irligi tushyapti? Aka, sizni kuydiradi u. Unda ayollik nafosati yo'q. Xuddi Zarina biroz o'ylab turdi-da javob berdi. Ko'cha qizlariga o'xshaydi. Yana xafa bo'lmang, men doim haqiqatni gapiraman. Jim bo'l. Asilaga teng keladigani yo'q. Kelinoying haqida yaxshi fikrda bo'l. Zarina onasining so'zlaridan ozorlandi. Shartta o'rnidan turib xonani tark etdi. Qancha urinmasin, u Asilani yoqtira olmadi. Ikkovlarini ham ko'zlari ko'r. Dadam tirik bo'lganlarida balki boshqacha bo'larmidi. Oxiri baxayr bo'lsin.